Assalomu alaykum akalar, yangilik. Ya'ni bu uje hafta berekada 3-dom sotildi. Chiqarganimizga bir 3-4 soat bo'ldi. Business House domi Tabaka Centerda oldik, hali terassali 93 kvadrat dom, 93 kvadrat terassali dom 3-4 soatda sotildi. Hozirgina xabar keldi. Bu uje 3-domimiz. Allohning fazli bilan Bereke House, ya'ni Bereke недвижимость juda ham zo'r ishlayapti. Aytib o'taman, shu video va shu fursatdan foydalanib, biz bundan 1-2 oy oldin, 1,5 oy oldin Kalinin ko'chadagi boshidagi domni reklama qilgan edik. Bir kunda sotiluvdi. 105 mingga tayyor haligi mebellari bilan. Disuga tushib ketayotganda Akburani oldidagi dom 5-6 kunda sotildi. U ham hafta berekadan sotildi. Xabar berishdi, faqat video qila olmadik. Mana bu Business House Tabakan oldidagi dom 3-4 soatda sotildi. Akalar, hammalarga rahmat. Biz dom недвижимость yo'lida ketyapmiz. Business House, ya'ni Bereke House bo'lib va domlaringlar bo'lsa, reklama qilinglar, faqat yaxshiroq narxlarda, sotmaydigan narxlaringlarda emas. Realni senalarda qo'yib beringlar. Biz xizmatdamiz. Недвижимость Avto Bereke House xizmatda sog' bo'linglar.